Bu bizim vatanın meselesine sadece ne çıkardım tekrarladım. Bizim meselemiz bir devlet kuruş meselesi. Ne var? Bu yaman yoğun bir gap bu. Çünkü bunu tek tokmak olan kurallarla kıplamak olmaydı. Vay Xitay degen qarindaşlarımız ötürüp git bardı, Şarkı Türkistan küyüp git bardı. Biz kaçan Kur'an okup oturamdık, biz kaçan namaz okup oturamdık. Ben 50 yıl bulap da köreş kıyığını. Millet tıllı deyip ki keşimiz turpak kaşımı yok. Ama kapılıkımız yok milletin. Derdimiz mi yok millet? Biz bu yolunu çok halap, forsen bulup özümüzge bir manevi kuch, manevi uzuk elbmen vatımız mı? Yani işini istedik adam ablam bilirdi o. Hem adam köygen bilgenlerimizi kaldısı kegenlerin hemmini değerverse anlaşmaydı. Mesela bana birisi gelip demiş kanakmayla mında kıslamamda dese, bizi kulunda kıslamamda değerverse hem adamdan degeni kıpa olamaydı. Yine gelip bu bizim şaraitimizin çölmelerle görüşün. Ya belki biz kıpa olan şey oluşu mümkün, belki kıgıl kiladığan şey oluşu mümkün. Bu bizim çölmeyi durup bizge o getmez. Hem adam sabah överse, üzerine aklı bilemişçip o yaxşı ahval emas. Nurgulgan şu kıyınçılıkların başından geçirgen alanı dep ötdüğümüz aşı kıyınçılıkların hemmesi mevcut bolgan, yani bütün teşkilatlarda mevcut. Hem ortak bir kıyınçılık bulup atdı. Malametlik uçuraş, yardımsız saçlanıp kılış, hata düşünüşler. Mesela abi hazır siz davatsız kurallık hareket. Yani nurgulgan kişiler bu neslerini anlamaydı, müştehbetlerini anlamaydı durumda mı ya? Bula yığılap beten hazır kıldıqanlar. Dep dursanız mı? Bu neslerini körüşkümü bırakılan terk edip ötken. Söylemeydi, anlamaydı, gibimiz de anlamaydı, bizi çağırıp pişirdi. Yani bu hatalıkını keltirip çıkardı. Yani aşında kılıkı veya ki bazı bir fikirlerini kılıp manda kılmaydı ilkisiz. Bütün teşkilatların kıyınçılıklarını, imkanlarını çözmeydi. Nümuş manda kılmaydı ya uruş başlamaydı veya ki istihbarat kurallık hareketten birine, cemaatin birine kılmaydı ya başka diyendeki fikirler bilen yamanlaşıp buluyordu. Siz bu halkının ki bu şu nadanlık bazı bir kısım emme dememez, nurun kandaşlarımız, yaxşı kandaşlarımız köp, bazı bir kısım nadan insanlarga, yani şu işkana bir arlaşmaydıgan, fakatlam sükut kılış, saklaş, yani sükut ise Xitay'nın kılavatına razı olpağandayken bir iş bulup kaldı hem de mesela. Cem oturup ya bir namayış kılmaysız, ya Xitay karşı bir nazik tayarlık kılmaysız, ya bir işkiganlık kollamaysız degендek. Bu vaziyetini özgertiş için, azı mesela Xitay'da umum yüzlük ben bir kandaşlarımızdan paranışı turadı, evet de o nurun yaxşı adamınki hech qanday sababsizlam ya kesel yok normal bir gün normal yurib ketayotgan bo'lsa akşam mesela ölüp ketayotgan vafot ketib qolgan qarindoshlarimizni xabardan ilvatimiz Xitoy har xil shaklda ochiq oshkor maxfiy shaklda bizning qarindoshlarimizni bizni yani qirg'in qilib tugitaman deb shular bir nima qilyapti qirg'inchilik qilyapti buna qarshilik shunday bir vaziyatda xalqimizning chet ellik kishilar albatta siz abiyam dedingiz diplomatik munosabat biz kuchli bo'lsak hammasi bizning e'tibor oladi. Xalqimiz birleşse mesela teşkilatlar abiyam degende 15-20 ming kişilik xalq bir yegilib bir cemaatning astiga yig'iladigan bo'lsa, mesela ular en azından bazı bir siyosatchilar shunday harakat qilyapti. 100 yevrodan pul chiqarsa, mancha million, mancha 100 ming bo'lib ketar ekan, iqtisodiy shunday emas. Adamni bir yere kelgandan keyin siz dedingiz shaxs bo'lish boshqa, biz deb turib jamoat qilib tashkil turib borsak, boshqacha ish bajardi ekan deb. Aşında toplum bo'lgandan keyin diplomatik munosabatlarni yuqori o'rinlar bilan ko'rishkili bo'lganligini, do'stlashkili bo'lganligini buni ko'ryapmiz mesela. Siyaset küretken bolsak başka şu devlet üçün güreş katkalarını görüyoruz. Ama şu vaziyetni qanday o'zgartib bulut deb o'ylaysiz? Yani halkımızga bu noktani ayet okup tushuntirib baktık. Hadis okup tushuntirib baktık. Resulullah'ın hayatlarını so'zlab tushuntirib bakatımız. Endi o'ylayman, Aziz Osman da'vat qilgan vaqtimizda kallamga kelgan bir nokta. Biz bununla bir insonga insanlık kıymetini, insan diyen ne bu? Qanday narsa? Hayvandan qaysi jihatlerde farqlanadi? Nima uchun insan? Bunu tushuntirsak bo'ladi buni. O ayet ediş tushuntirib bo'ldik. O tushuntirib bo'ldik deganimiz tugida emas, o davomli tushuntirmas. Ama onu tushunib bo'lmadi. Hemen onda musulmonlikning yuqori pallasiga chiqmasam, bir normal yaqmansam, bir jannatning bir yerlerge kiysen Firdevs'e çıkmasan mı bula degandek bunda ketip bardı. Ya sen o cennetin Firdevs'e çıkış ya da Adiyak'a çıkışının hesabını kılma. Cennetki kimse, dövzak kimse bunun hesabını bir kılaldı ulan. Dövzakki has, kapkara kapır kiydi de yok ya da. Aşı
devzakning ichidagilar, devzakdagi endi men dindor deb yurganligiga, men molla deb yurganligiga, o silni mushqisi bu yerda deydi deb bak. Bu silib bizligi biminni deb yutdingmi, mana qilmanglar deb silib yurishdi ya bu devzakda deydi deb bak. Demek o devzakka ardından namoz o'qib turib ketgan ya, kelib satgan ya. Rus turib, men musulmon jihodni men qilaman deb turib, davlatni men mustaqil qilaman deb turib kelib satgan ya. Şoňa men dualarimda unutib qolmaydigan duaning birisi ya Allah, namoz o'qib turib, ibodat qilib turib, Allohga iymonim bor deb turib, rus tutib turib, devzakka yuksaltib qilib salmoqni meni. Bu ajoyib ishonchli ahvol bu. Bir kafirning qilayotgan ishiga sukut qilish, uningga rozi bo'lish, ashunga o'rtaqlashish. Qanday bir odam kimning ishiga rozi bo'lsa, kimning ishini qo'llasa, kim bilan bir bo'lsa, kimni yoqtirsa, Alloh uni ashundan qilib o'tadi deydi. Aslida ashundan bo'lmoqchi bu gerçi. Ashuni yoqtirganlik uchun, ashuni xohlaganlik uchun, yoki uningga qarshi turmaganligi uchun Allohning o zulm, adolatsizlikka qarshi to'g'on degan amriga qarshi nima qilmaganlik uchun, amal qilmaganlik, itoat qilmaganlik uchun Alloh uni kin ashuni jumlasini qilib qo'ydi qiyomat kunida. O cennetning oddiy qosimi kelib bergan bular, uning hisobini qilmasin ular. O dövzak kelib qoldigan ish qiladi. Şuna hozir bu musulmon bo'lish uchun oldindan odam o'zining bir odamligini, bu musulmon bo'lish degan insondan talab qilinadi, shu inson jindan, hayvonotdan emas. Oldindan sen bir inson bo'lgan, insonlikni bilgin. Inson degan nima ekan bu? İnsanning insonligi neda? Biz ham mushuni tunishtirsak o'tqoqshaydi, tushuntirsak o'tqoqshaydi. Oldindan bir inson, bir odam inson bo'lish uchun nima ishlarni qilish kerak ekan? Qanday yo'l tutish kerak ekan? Nimalardan saqlanish kerak ekan? İnson degan insonning beshiga kelgan kulfatdan rohatsizlanish kerak. İnson degan bir jonliq bir yerda bir qiyin ahvolda qolsa, uni qutulib avtomatik holatda men tutildirgan vaqtda bir qilib qo'yar deb biz zo'rlab tayyorlab bormasam, bir narsaning qiynalayotgan, egrilayotganini ko'rgan hamon o mujisi olsun, ot birisi, nimasi olsun, inson degan avtomatik holatda xohlab, o'ylamay berib uni qutqizadigan narsa u. Bu narsa insonda bor. Alloh yaratganda insonda shunday bir narsani yaratgan. Buni fitrat deymiz. Asli yaratilishdiki Alloh uni qo'yib qo'ygan to'g'ri xatoni farq etish tarkibi moddasi u. Har qanday bor. Sonra oldindan bizning insonlar insonlikni bir topshirdi. İnsanlıqını bir tapsın. İnsanlıq süper. İnsanlıq musulmonlikka o'tishdan burun odam deganda insonda hayvonotdan farqlanadigan, jonsiz narsalardan farqlantiradigan bir qator sifatlar bor. Buni bir hazırlash kerak. Ma'ni hazırlaganda inson bo'la oladi. Inson qatoriga keladi. Onun birisi sayılganimizda bir mehr muhabbat bo'lish kerak. Kuyinish bo'lish kerak. Boshqalarning ishiga ahamiyat berish bo'lish kerak. Üzemning ishi, o'zining ko'ngli, o'zining xotirjamligini o'lcham qilish hayvonlarga umum emas u. Hayvonning ishidimi bir qism hayvonlar unda emas. Ba'zi hayvonlarda shunday xususiyat bo'lsa-mu, hamma hayvon unda emas. Ammo insonda shu desa, unda bo'lmasligi kerak. İnsanning insonligi, uning to'g'ri xatoni farq etadiganligi, zulmga qarshi turish, haqqa yordam berish, bichora holatda qolganligiga yordam berish, masalan, bir nimasi bo'lish kerak-da buning kelqi. Tabiiy to'g'rini to'g'ri, xatoni xato, to'g'ri tarafida turadigan, xatoga qarshi turadigan bir nimasi xarakter bo'lish kerak. Endi ne u yo'q, ne bu yo'q, issiq sovuq yo'q, bir narsa ulash. Masalan, ba'zida ziyon solgandan sukut qilsin bo'lib ekan deydigan gaplar chiqadi. Yaxshi sukut qilsin bo'ladi, ammo bizga nisbatan bo'lgan bilan uning ziyni kelmaganligidan deb bicharaga nisbatan bo'lmaydi. U insonlik sifatini yo'qotgan bo'ldi vaqtda. Issiq sovuqni tugatsa, muhabbat nafratini tugatsa, bir inson uchun kuynashni, boshqalar uchun kuynashni bilmasa, bir ojiz singildiring bunda bo'layotdi desa, yendan o'tmasa, quruq qachon qolsa, quruq gapni qilib kunni o'tkazib, o'zini aldab yursa, bu bichara insonlik sifatini ketgan bo'ladi-da. Şu an özünün insanlığını yo'qotgan odam qanday musulmon bo'lamaydi herhalde. Albatta. Bu oldindan bir musulmon bo'lish kerak, inson bo'lish kerak u.
Şu an qarindoshlarımızga aldı bilen yuğan müminlik, ali derecelik, takva müminlik, mutedeyyin, dindar müminlik degan bu yerga birishtin. Yani bu da dinning gapini qilsak ibay degandek, yomon dindar olib ketmasam, men bunda yaqib olsam, chiqib da uzoq kelib qolmasam, bo'ldi degan. Yo'q, anda bo'lmaydi ish. Sen gerçi musulmon bo'lgan, o'zingcha namoz o'qigan, o'zingcha zakat bergan, o'zingcha ro'za tutgan bo'lsang-mo, ishning biri, dinning biri bu emas. Nurg'un ish bu yerda. Shularning birisi oldida senda bir insonlik bormi oldida. Ondan keyin musulmon degan qanday bo'lish kerak? Musulmonning nurg'un sifatlari bor. Ashunga hazırlashing kerak. O'zingda men nima deganing bilan bo'lmaydi. Mo'minlikning sifatlari bor buncha. O'zini to'xtamasini tekshirib turish kerak-da. Tekshirib turish kerak, hisob olib turish kerak. O diniy nuqtadan saylab esnaqidek inson bo'lish uchun hayvondan farq qilish kerak. Hayvondan farq qilish kerak. Üzegidan farq qilish kerak. Üzegidan, tafidan farq qilish kerak. Sening hech kimga foydang yetmasa, üzeg degan gapsan. Sen nima foydang bo'lding ya? Yukdan boshqa narsa emassan. Ama dini noktadan düşünsek biz dünya halkıga ne çıkıtım dedik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki mesalul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve ta'atufihim kemeseli cesedin vahid. Mümin Müslümanlığı degen bu da mehribanlık etkizişte, dostluk etkizişte. Bizning derdini mening derdim deyişte. Bir tenge o'xshaydi deydi. Bunday bo'lish kerak deydi. Mana mu'minga qo'ygan sifat shart bu. Bir müminning bir yeri ağrısa, aşının ağrılığını, aşının xorluğunu, mening xorluğum, mening derdim, mening azabım deb tushunib, aşı azabdan qutulishning yo'lini izlash kerak bu. Ana ağanıkin aşı bir amal qilar deb tashlab qo'ysa, demak bu yerda mu'minlikning sifatini birisi topilmaydi degan. Şu an mu'minlik sifat, mu'minlikning shartlari, musulmonlikning shartlarini bunimi degancha yo'q, biz oldidan bu yerni o'tib ketib qoladi deb o'ylabdik. Ama bu yerdimi biraz dep öteşki lazım diye kıldı. İnsanlık süpet. Eğer insanlık süpetimiz bozuldu, bizden bunda bir günde kuruq gapni qilib, bir kişilik olab o'ltirib edish, bu aql qabul qilgan narsa emas. Bunda bir hayvonotlar dunyo qarindoshlarga tavsiya qilaman. Hayvonotlar dunyosi ko'rib baqala. Yani ayrı bir hakikaten bir hayvonotlar programması ko'rib baqala. Bizde şu hayvancılık, ma'lum bir hayvanın qilayotgan qiliqi bizde bormikan yo'qmikan? Nurg'un hayvonlarning qilayotgan qiliqlari bizning insonlarimizda tugagani yo'q degan gap. Biz bir bara hizl oldik. Men bir necha programmada deb bo'lib yig'lab ketdim. Endi nima ishqim mushu gaplarni deb yuramiz. Ojiz singillarimizni bo'ldi. Deb sen qildi, tajovuz qilib o'tdi degan. Amal yo'q, dedik ya mushu gaplarni biz. Tajovuz bo'layotdi, zulm bo'layotdi bu oyada. Depsendisliklar bo'layotdi desek yetish kerak edi bizning xalqimizga. Chachar qo'yib ketish kerak edi. Ama o tushungil olmagandan keyin nurg'un narsalargacha deb ketdik masalan. Şu an dini jihatdan qarindoshlarimiz o'zini tashvish lozim. O'zimizdan boshlab imoniy jihatdan tashvigandan boshqa insonligimizni tashvili. Bu insonligimizni qanday tashvirishni bilmaydiganlar hayvonotlar dunyosini ko'rsa bo'ldi. Aslında kurab o'zini selishtirsa, uningdan cho'qim farq bo'lishi kerak bo'ladi. Ham uning ashunga o'xshashmikan, ya anidan sal yuqoriroqmikan, ya undan bir tushib ketib qolibdimi? Ashunga kurab o'zini tanishib olsa bo'ldi. Shuni tavsiya qilamiz. Asos şu Sharq Turkiston davası bir Xitoyga unumli zarb berish uchun avval xalqimiz o'zini Voy bu xalq maroq kasandan qiyin oldu. Sildeydiğen bu oturab turib gap qilgan. Men oturab turib gap qilmay, o'ri turib gap qilib, qanday gap qilib bersan bo'las? Boshqalar sen nima ish qilyapsan? Uxlamay qilyapsan, sen nima ish qilyapsan? Sening o'rtada bir qiyg'a ishing yo'q-ki. Biz ay Uyg'urcha o'qidim. Bir odam o'g'illik qilaman degan niyat kelgan bo'lsa, o'g'rining nima mal o'g'illaydiganligini bekitadi u. Bekitib buni yolg'iz o'g'illayamnimi yo odam bilanmi? Agar bu o'g'illikdan iborat bu piri jinoyatni ishlash uchun, bu qilmishni maydonga keltirish uchun kim bilan qilaman deydigan. Unda olsa, bu yer ashning o'ddisidan chiqa oladigan bir kishini tanlab, aniq ilm o para pusur ketmaydilar.
Aşı noktadaki ellerini tallaplı berip, şunu tutup berip kılıverdi. Biz Xitay bilen boğan küreşten karakterini tamamen bikitip, Şarkı Türkistan mening tuprağım, Türkiye halklarının tuprağım. Şun Türkistan deyimiz bu ne? Türkistan degan atalgı, Türkler yaşayatkan tuprağının en canlılık, canlısız hemen nersini öz işine alıdı. Yer astı, üstü baylıkının hennavasını üstüge alıdı. Bunun Uygur diyen çağda, Uygur'un bugün izleyişini öz işine alıdı. Ha izleyiş, Xitay yani ezdirmey, beşinizden silap, vay, ağzınızda kuş tutup vermem, akış göksünün erşalığı çıkarıp vermem, siz diyse andan vazgeçsiniz, uçak panda oldu yani. Şu an bu meselenin biz Uygur meselesinden çıkarılı bunu. Atanı uruqtuqqan meselesinden çıkarılı. Uygur'un hennavası, Şarkı Türkistan atanamın hennavası, men üzem hennavası pidavulaş, pidaylık razımen ki, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da bir saat kalışık razı emas. Xitay burada birden bir tecavüzçülük cinayet işledi. İnsanlık karşı cinayet işledi. Medeniyet karşı cinayet işledi. Kültür karşı cinayet işledi. Vicdan'a karşı cinayet işledi. Akıl'a karşı cinayet işledi. Ahlaka karşı cinayet işledi. Din ve dillerine karşı cinayet işledi. Bu Şarkı Türkistan'da Xitay'ın kıyığının hennavası cinayetten başka narsa emas. Bu cinayetten halkımız bugün çok sahavet de kabul kılıyor. Çet elde mi bunu sahavet dedi. Neç vaktinden sahavet yaşayandakiler emde Xitay izgendek mandan aldı dedi. Bu nerseden kurtuluşumuz gerek arkadaşlar. Bu nerseden kurtulup onda olsa biz kandak kılışımız gerek. Bana sayıda anlaştırılması gerek. Biz sizlere mesela eğlen gidiyoruz. Bu meselenin atağına uruqtuqqan Uygur meselesinden çıkardık. Bu tufrak meselesi aylandırdı. Amerika'da mı, Avrupa'da mı, Saudi Arabistan'da mı, Türkiye'de mi bu meselenin tüp menbeyi yani Türkistan halkının, Türkiye halklarının ilgilik hukuku, zemin bütünlüğü boğan, bu bombaydığı, bu zeminiğe Xitay'ın çoğu işleyen tecavüzçülük cinayetine karşı durunuz. Davadaki samimiyet davanı ilgi sürdü. Biz de bu samimiyet aldığından buluş gerek. Yeni birisi mesela her birimiz ben nime kılalayım deyiş gerek. Ben mesela şahsen oylayım. Üzerimde o kadar yetersiz kılmayın ki. Ben mesela hazır Şarkı Türkistan'a basam. Ben halkımdan nima qilib berayman? İşine nereden başlashim mumkin? Hemen bir yerde meni tunaydigan qarindoshlarımga bu davoni so'zlayman, manda qilayli deyman. Lekin yerlik odamlar meni tunamaydi yana asl. Men u yerdagi insonlar bilan qanday munosabatga o'tib, o insonlarni qanday harakatga keltirib, bu yerdagi qarindoshlarimiz, yerlik qarindoshlarning o'tirsidagi ko'rik rolni qanday o'ynab, yerda qanday xizmat qila olayman, nima qilib beralayman shu qarindoshlarimizga. Qaysi dardiga darmon bo'la olayman? O'ylasam men o kadar yuzimni yetarsiz his qilmanki, bir hammamiz uni qilaylik. Buning uchun men to'xtamay o'qiyapman deyishimning sababi to'xtamay o'qiyapman. Ma lozim bo'lib qolamanki xalqimga, a lozim bo'lib qolamanki xalqimga. Borsam anamdan so'zlab bersam, mani qilib bersam, ma dardiga darmon bo'lsam deb o'zim tirishayotganimning sababi bu. Chunki yag'bag'ancha bir ish qilishimiz kerak biz. Shakalda bo'ladigan ajoyib bir Turkiston davosini qilib to'yda o'tirsin deb o'tkazib qo'ygan taqdirdimi, bizning mas'uliyatimiz tugamaydi-ki, ta oxirgi nafsimizgacha. Her bir adam eğer ayal, çoğun, küçük, yaş, qeramisi, menga Şarkı Türkistan'da Allah bersem men berip nima ish qila olayman deyishim kerak. Ama biz qo'limizdan keladiganini shuni deymiz. Biz masalan 200-300 ayol o'qiyotdi Qur'onda, dalalaydigimiz shu Qur'onda. Har biringlar bir nahiye, bir mahalla, bir nimaga berib bir necha ayolni to'plab dinini unutayotgan yoki dinni yiroqlayotgan qarindoshlarimizga haq va nahaq tushuntiradigan saviyaga kelinglar deyapmiz. Ayollarimizni shuni qilyapmiz mesela. Va ayollarimizni yetishtiryapmiz. Atyogan bag'anda psixologiyatdan buzilib ketgan va ro'yijatdan ajrab ketgan qarindoshlarimizga sizlar yordamchi bo'la oladigan saviyada bo'linglar deyapmiz. Biz ayollar qo'limizga kelib mushishlik qilyapmiz. Har bir odam o'ylashi kerak. Mayli kasab nimiz, men borsam nima ish qila olayman mesela. Allah badi dua qildik, yig'ladik, qaqshidik. Masalan, xalqaro siyosat buningga bizga bir o'ng'aylik sharoit yaratib berdi. Alloh bizga Sharq Turkiston qaytarib berdi. Men borsam nima ish qila olayman? İyada ağırıq salaq bo'lib ketgan, salomatligidan ayrilgan, kimdir ko'zidan ayrilgan, kimisi hasta oyoq tushib qolgan, hatto kim o'zining ona tilini unutib qolgan, ashunda bir ağırıq salaq insonlarning oldiga boramiz agar saq qolsa.
Biz ularning yarasiga malham bo'lamdik, dadiga darmon bo'lamdik yoki biz ularga yuk bo'lamdik mesela. Bu mesele var. Yani bunun için meniki boyam deb gelgan gepimni qayta kuchlantiradigan omillarning birisi shu yani. Yani bekrap çoğuna hürmet qilish, itaat qilish, o'zi qo'llagan masalan ilm ahli bo'lsin, yo siyosatchi bo'lsin, siyosat bo'lsin, azroq bo'lsa, aktivlik bo'lsa deb shuni qilsak. Yana birisi shu masala gapingizda tortib oldim ukam. Agar birlariga nisbatan xato tushuncha bo'lsa, xato ko'z qarash bo'lsa, yo birlari haqida xato bir narsa anlab qolgan bo'lsa, basun oldiga berib, men sizning haqingizda bunda xato tushunib qoldim, xato o'ylab qoldim. Rasmı, yağanmı, dep bana özü fikirlesin. Medyada adem eski, ha eski. Madem ondaki ha ya o bulmaydı, o taklitçilik olur. O sizin meydanınızın yokluğu, özünüzün karakterinizin yokluğu, müstakil bir göz karışınızın yokluğu. Çünkü müstakil göz karış ve adam her kandak gap sözlü göz karışına hakka geçip koymaydı belki özü bir mülahize yürgüzüdü. Onun için ondan kalıqı medyada ondan oturdu birilerini oturup kazan kaynatkan adamlarında karıp bu kim? Nimiş qılatqan? Men mesela bir narsanı tillab, onu qilmadim da, qarab baqaman bunu, mesela bu kim? Hacep men kömeptiken mana ondaq mundaq deb. Hacep men seni deymen de, bu 17 yıl oldu men Türkiye'de yaşayalı bu davada. Hacep seni men kömeptim, nereden çıktın deymen men? Benim nimemde faqat ish qilmaymiz emas, ish qilamiz, lekin shunday bo'lsin. Bu tashkilot qurishni chunki biz bizning oila qiyinchiligi uchun qurdik buni biz. Fakat qilib qilmadik. Şu xalqimiz şu davo masalasida ma davlatda turayotgan bo'lg'achqa biz hamma ishni yo'lda oshqinda qilib qo'yolmaydi. Ro'g'on ishni shu yerlik tashkilotlar bilan qilish to'g'ri keldi. Ba'zi partiyalar bilan hamkorlash to'g'ri keldi. Ulardan hamkorlashib qilgan chog'da biz har qancha bir mavluviy hisob olib kelsak-mi, Alloh olib kelsak-mi, hükümet organları tarafından elge elingan, tasdiqlangan organlar, teşkilat ve hıplar mesela. Manda organlar şahsıyla hemkarlaşmaydı iken Türkiye'de. Başka rakanda bilmem. Türkiye'de hemkarlaşmaydı iken. Türkiye'de çokum siz men emas biz şekilde, bizim cemiyet, teşkilat şekilde paramız oldu iken bir yerde. Bunu bir çıkartıp köygen iş kılganlığımız için ama bunu kılışka ihtiyaç doğuldu. Biz maddavanın ki biz Türkiye'de turayotgan şaraitimizda Türkiye'de turayotgan yarışa bütün işlemci devletin kılığıdek işini kılışımız lazım. Bunda olsa biz bir işte özümüz kılayotgan işini özümüz kılaylı. Şahsi hususi halimizle. Eğer teşkilat namıdan kıtkan işlep kalsın toktap kalmaylı. Bunu mu kılalaydıgan buluş için bir nasıl kılaylı diyen maatejden kıldık. Bunu halkımızın hakkınca olsa mı o teşkilat korktu da bunda hap olup gidip, o gap gidip, bunda avar olup gidip, bunu oynamayız şimdi. Hem şu Şarkı Türkistan davasında bekrap dinle için isimdahan kişilerge mi bir orun, bir teşkil edilmiş, camiat bir imkaniyet yaratılgan oldu? Elbette. Bunu düşünüşken kesildi. Bir oturup kopup, kanda bir fikrimiz olsun, bir mesele şey, hepti de bir yakıtılmaz, künde oturup kopuş ağlatıkan gibi bir orun lazım mesela. Yani bu nima olmay o'zimizdan ham qirg'og'iga olib qolsa, uning cho'lishi mumkin. Açık hikayesi ma'qul, açık hikayesi qopar, gidiga panu taqadman yo'qkan deydi o. Resmiyetlik bo'lgan ahvol ostida rahat o'tirib qo'ya olaysan mesela. Biz bu yerda biz suratlarga tortib, yerga taqatmadik, ammo nurg'un qarindoshlarimiz foydalandik bu yerda. Yoshlar bizning yig'ilishimizda hozirga qilib olsak dedi. Nima qilamiz? 1 soat 2 soat deb qildi. 1 soat 2 soat emas. Benim manda işim vardı kurulay. İnanın ki bir gün kaç çıkarama. Rahat kıpladık. İşte daha suylarına gitmedik mesela. Biz çıktık bakalım, hemşirelerden birine çıtırdık, hemşireler faydalandı. Her türlü şekilde ruhun fayda ekerdi bu köydü bu nemiyette. Demek halkımız için yani devletimiz için, mücadelemiz için hizmet kılışta imkaniyetimiz biraz kanrak olsun, küçükrek olaydı için yani bir yerde küçük olayda da tankı satı ağlamağın iken, bir anı iken, bir satı ağlamağın iken yani bir yerde kıtıkan iş ne? Teşkilatçılıkını küçültüşüyle, sistemlaştırışıyla o organını hükümet tarafından kabul kıldırış arkalı kamutukan iş yani salahiyeti yani ki vaziyeti bu. Bunun için bu arkalı biraz ne kalaydı? Küçükrek bir hizmet kalaydı. Küçükrek bir tevfik kuşaydı kıldık ama
Qarindoshlarimizni xafolab yurgandim. Biz hayron qoldik hamda. Xususan men nurg'unlarga ish tushib ketganda ko'ngli tushkunlik uchraganmidi deb o'ylagandim bo'ldi. Ammo men nima deyman, hayron bo'ldim, kuldim yani. Maşallah biz bunday xalqning xizmatini qilib turibmiz. Bunday qarindoshlarimizni ishtirok etib turibmiz biz. Onun uchun biz ish qilsak, bizni xafa tutgan, bizni tanqid qilgan bir xalqning ishini menga turibmiz maşallah. Jafo qancha ko'p bo'lsa, uning ajri shuncha ko'p bo'ldi. Tabi ta'na qancha ko'p. Qur'oni Karimda bir turli musulmon mu'minlarninki sifatini so'zlab Allah, ular la yaqafuna lawmatallahi. Malamat qilganlar, tabi ta'na qiluvchilarning tabi ta'nisini qo'rqmaydi. Alda qalib menga beradi deydi. Demek aslında insonlar bor degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar qolgan. Rasulullah'nınki o'zining davomida, oilasining davomida, ya ümmet bütün dünya insanlarının derdi. Bu bütün insanlar hakkını düşünü olsa kıyamet günüsü mengülük hayat kıbağın çağda bir akmaz pişmanlığa kalmışsa. Doğru hatanı bir bilip yaşı varsa, bir ihtiyar yaşı varsa, dünya dilememez, ahiretin beklik olsa degen bir derdiydi. Demegen gibi kalmadı. Yani demek bu günü körlükemiz. Sonra biz bu karandaşlarımız belki kollaydı, hatta kursan buludu. Yani ehlinlerimizden qanday bir gapimiz olsa bemalol deyaladigan, qanday chaqda borsak baralaydigan bir ehlinimiz tarafidan qilinibdi deb bitta xursand bo'lar deb o'ylagan yerimiz bor. Xursand bo'lashimiz xafalashni ko'rdik qanday. O dernek geçipti deb. Bir tasqin geçipti deganday bunday gap qildilar endi. Dernek geçipti. Men o'sha gapni tushunmayman. Nim bo'pti bu, nim bo'libdi dernek asa. Dernek geçipti degende bir tasqin geçipti degende bunda maderesini düşendi bizden kalak. Yani siz degende endi bazı qarindoshlarımızda sal o'zicha bizning sal yiroqroq turadigan bunday ahvolimi bo'ldi. Bu bizningki masalan tashkilot ochmasak, namoyish qilmasak, palonini bizga yaqin ketganda namoyishga chiqmay, tashkilot ochmay. Tashkilot ochsak, namoyishga chiqsak, falan ustani qarindoshlarimiz bizga yaqin ketganda uni bekqi, ya bundan olmaymiz biz. O bizde bir prensip var, bir nişan, g'oya var. Şu g'oya nimani talab qilsa, talab qilgan ishni shariatga uyg'un shaklda, uyg'un kelmaydi qoidada unda silqilib o'tib, uyg'un ketgan shaklda biz qilib manaveramiz. Mushu menashimizda, qishimizda bir so'z, shu hisob ikki so'z, shu hisob qancha so'z shu bar bilan manaveramiz. Kunlarning birida shu qarindoshlarimiz uchun tushunadilar shu narsani. Biz anın qalab mana oq qo'lisi o'tdi, uni o'sha ma'no qilsam bo'g'day. Anın qo'lishi ma'no qilsam bo'g'day. Bu axlatning ishi. Axlatning ishi. Shamol nima chiqsa, shunga yurishgan narsani nima deymiz desa, axlat deymiz deb bir gap yutdi misolda. Necha ming Uyg'ur vasılda? İstanbul'da kendeydi. İstanbul'da en az 20 ming 30 ming Uyg'ur var. Avval namoyish chiqadi qanchalar? Buni ta'dil qilish avval bu. Nurg'uni qarishi taqi bunga. Taqi ko'kto'g'ilma bu yer turib qo'y Uyg'urni taqi namozni qo'ydi. Xitoyga qarshi emas, bizga qarshi taqi. Manday edemişler qo'ydi. Hem namoyishdan hem Xitoydan norozi bo'ldi, hem Xitoyning zulm Uyg'urlar namoyish qilib keldi deb berdi. Ammo Xitoyda degan nima bor? Ma bizning xavarij go'l deydi. O bizim kelmagandan chiqmamsam sen. Sana mükemmelgen, kelmagandan bir aqalli bir majburiyatimda. Bu zihniyet umuşumuzsa qanday qo'ral oldıra alaymiz. Qanday olib Xitoy qarshi to'g'iza alaymiz. Qanday olib Xitoy bilan mujodila, ya'ni jihad qila alaymiz, Xitoy urush jang e'lon qila alaymiz. Bizning musharik mujohidlar, musharik odamlar Xanzo deydi, Xitoy degani unimaqda qo'y, Xitoy bir danglatacak. Taqani hukumat deyishlari ko'nglim erishib ketadi, shu zaman e'tiroz bildiraman. Ben Xitoy desam bo'lmamda. Deymi? Hükümet emas, o bir qaroqchi. Tam bo'langchi. Bugün bu zihniyetni uğuşumuzsa bu sana oğuluk kıldırdığımız zihniyet
Arıq iştirdiğanmı, paşvazlık kıldırdıqanmı, namaz oxuduğanmı, roza tutduğanmı, yaxşı iş kıldırdıqanmı zihniyet bu. Düşmanı düşman deb bildirdiğanmı zihniyet, dostunu dost deb bildirdiğanmı zihniyet. Bu zihniyetni hal qilmasak, qanday olab bu mücadeleni biz taraqqiy qildira olamiz, kuchlantira olamiz? Onda olmaydı. Biz bir gayemiz var dedik ya. Gaye acayip mühim narsa. Bir gaye bo'lish kerak. Muntazam ma'nolaysan. Şu gaye nimani taqozo qilsa, şu gayega yetish uchun kalib solish to'g'ri kelsa, kalib solamiz, ishlarni tuyish to'g'ri kelsa, ishlarni tuyimiz, qilinki ish to'g'ri kelsa, qilinkiimiz, yo'qlik ish to'g'ri kelsa, yo'qligimiz ajnda qilib, mangamiz, tashqizimiz degandek. Aynen mangamiz. Endi uningki ba'zi ishimizni bizi qo'llaydi, ba'zi ishimizni bizi qabul qiladi. Ashuna bo'ladi. Shariatga xilop kelmasa, siyosiy jihatdan xato tanlash bo'lmasa, xato qaror olmasa, biz manaveramiz. Chunki hamma odamning fikriga uyg'un ish qilib bo'lmaydi. Demak, tashkilot qurishning oldidagidan tashkilot qurgandan keyingi ahvolda bizning ko'z qarashimizda o'zgarish yo'q. Xususan mening ko'z qarashimda hech qanday o'zgarish yo'q, yo'limda hech qanday o'zgarish yo'q. Lekin qarindoshlarimizningki bizga tutgan pozitsiyasida o'zgarish bor. Tashkilot ochmagan vaqtimizda bizda bir jihodiy bir ahli ilm deb tushungan bo'lsa, ba'zilari tashkilot ochgandan keyin demokratchi ekan bo'lma yoki-da bayroqchi ekan, namoyishchi ekan, bemish ekan, tashkilotchi ekan deb tushunib, bunda bu basiratsizlik. O işte baha berib deyishidiki, tushunmay turiblar. Tashkilot ochgandan ya, dandik ochgandan ya bir jamoat qurgan, hammasi demokratchi deb qarlab bunda nima qilish mumkin? Bu yaxshi ahvolim, bir basiratsizlik saytidim. Bu Iroqni ko'rmaslik. Bu mesela biz badanda g'oyibiyat emas. Kim haqida bir tashkilot ochgan, bir jamiyat qilgan, kimning haqida gaping olsa, fikring olsa, ashuni suhbatlash vaqsan bo'ladi. Mesela biz sizni munda deb qaraydik. Mesela sizni bir jihodiy ustoz deb qaraydik. Bunda tashkilot ishlarni namoyishga chiqib o'tlamazlar. Bu qanday tushunimiz bir savol tug'ildi mishada desa, savol bo'lsa kasi bo'ldi. Biz uni tushuntirib qo'yamiz. Men bu chaqirishimni o'rgan qarindoshlarimizga balla kasi davataman. Biz harakatini qancha keng doirada siza olsak, tamtirab qolmaymiz. Chunki bizning masalamiz bir davlat masalasi. Ana bo'lgandan keyin bu davlat masalasida davlatimizni qo'limizga olib qurish jarayoniga qadar, qurib bo'lgunga qadar bizning nurg'un chetiladigan yerlarimiz bor. Nurg'un ish bor. Biz nurg'un ishni xohlab qilamiz, nurg'un ishni xohlamay qilib qolamiz. Hech qoldirma. Payg'ambar alayhisalom buyurdi: "Va at-ta'anni minallohi val ajalatu minash-shayton." Egri besiqliq, tamkin bo'lish, bir ishni atrofliroq o'ylab, yaxshiroq o'ylab xulosa chiqarish Allohdan musulmonga yarashadigini aldirablam, anglamay, ko'ngildan xulosa chiqarib baho berib o'tish bu shaytonning ishi degan hadis bor. Buningga qarindoshlarimizga shu munosabatlarni tavsiya qilamiz. Bir-birimizga qanday qilishga, qarg'ulachi baho berishga, aldirabtini baho berishga urinmaslik lozim. Bundan saqlanish kerak. Bu o'ylamagan yerdan dal shu izlayotgan narsa shundan chiqib qolishi mumkin. U izlagandan buni o'chaqchilab qilishi mumkin. O zihniyetli bir narsa kirgandan keyin men nima uchun bu kirib ketadi? Ammo non qapil boy deganligidagi onasi buzuq, dadasi taqa buzuq, go'navallari unda degan bilan bu nurg'un yaxshi kishilar anglaydi bu gap. Bir kunsi bu ko'klab chiqib Xitoynicha o Turkiston tuprog'ida yashatmaydi, biz o'tirib qo'ygan bu fikr. İnsan o Saudat bu yaşaştan zirikidi. Ha bizden halkımız rahat yaşap bakmaganlık için ular hayattan zirikmeyi. Bu hayattan zirikidi. Hayatın manası küreş bilen ifadesini tapıdığın. O hayatın manası küreş bilen lezzet edip tekimi çoğu andan bu dünyaya bakan kızık şey küreş bilen ifadesini narsa. Bizi gelgen çağımızda bunda emas. Bu zihniyetin, bu erismenlik tarifini tamamen umuşap küreşke erismen buladı attık. Yani bu küreşni Xitay bilen bizden arlıkımızda küreşke. Xitay hem İslami cihatım, dindarlık cihatım mı çok küreş kılıştan çok birinci o bu kitabında. Sen rast İslamcı, rast Müslüman, rast inkini sakal koyup Ramazan tutuş yügen bolsan, kezzaplan bulmasan, sen namazınga
ibadetin kezzavlık kılmagan bolsan, vicdansızlık kılmagan bolsan, ibadetin asilik kılmagan bolsan, çoğu ibadetin Xitay bilen bolgan köreşke yetekleydi seni. Eğer o köreşke yeteklemegen bolsan, o namazga, o rozanga, o kıygan ibadet, okugan Kur'anlarınga, hemen hıyanet kıygan bolsa koy. Senin okugan tarihi, bilimlerin, parapsörün, doktorlukun, senin okutuş ve okuş ahvallarının hemen varsa Xitay'dan ibaret bu cinayetçi, bu düşmenge, bu hayatlık ve insanlıkla en rezil işplaz düşmenine karşı köreşki ündümügen basa, sen mi kazzap basan, parapsörlükün mü yalgan, doktorlukun mu yalgan, magistrlukun mu yalgan, okutuş işinin olan mı yalgan koy. Bugün Şarkı Türkistanlıkның her kandak bir perdesi Xitay karşı siyasi köreştin yer elişi, orun elişi, bunun hissedar buluş şart. Bu arkalık andın çok, üzdün çok, bugünkü takdirini özgertişi mümkün. Osmanlı devrideki 600 yıl dünya hükümranlık kılışta köpünce dikkat kısak tarihini okusak iştahat aldım. Ama bizde çoğu mesela bir yerde bir işe iştahat kılmadın desek kanda karaydı desen vay depelik ademge karaydı desen yakındaki mollam, cam mollam, yiraktaki mollam, dam mollam deydiğen bir gibimiz var bizden. Devamlı göz aldıda turgan, körüp turgan adamlar bu kaşka devamlı ulanın köz ayını gidi yendeki adamlarının ki ayıpları, bu maydığa yerlerini köygeçke muşunu başınca iştahat kıp gitemdim ben. Muşun nimede şunu kıp gitemdim ben. O vakti benim gururumga yüzemeymen diyen neslinden ay devamlı şahsiye gönlümün içinde kalıdı. Bu davanın ilgilenmesinin birisi sebebi şu. Mesela kırımdaşlar maaşlı munda kılaylı diyen haman hemimizde bir xil ya bu adamın buyruk emas, bu hizmetinin ihtiyacı. Eğer bütün dernek teşkilatlar, bütün cemiyetler, bütün vakıftaki işlerde eğer muşun aşının azabı olan, ismini yazdırgan, şehirge kol bergen, ya ki şulan sayılgan adamlarda muşunda bir cengivarlık bulup kalgan bolsa teşkilat hizmetleri cık ilgilep ketken buldu. Yeni birisi şu yer var. Ben Allah için kıldım bu hizmetini. Eğer padişah benim hizmetimden gumanlangan bolsa, benim hizmetimden en yaxşısını Allah bilidi. Allah bilidi ve ecrimini Allah bilidi diyen neslinden iman meselesi ayada. Biz azı nurgullarımızda bu atkan hatalık şu. Bu dünyada kılgan hizmetimizin ecrini bu dünyada alsak buldu. Mesela ben cık hizmet kıp gettim. Meni vay demedi, meni kütemedi, meni maht demedi, meni va töyde otkaz medi mesela. Benim ismini çıkarıp koymadı. Ben mikrofonda benim cemiyetimden namını sözlemedi mesela. Ve bizden mahtemedi mesela. Ya ki biz bu kadar işlerini kılıvattık falan kanalının, falan medyanın bizni ekranda çıkarmadı mesela. Ya sen kim için kılıvatsan onu? Bu bizim vatanın meselesine ne çıkardım tekrar alalım. Bizim meselemiz bir devlet kuruş meselesi. Ama bu yaman yoğun bir gap bu. Çünkü bunu tek toxumak bilen kural olalım kıplam bolmaydı. Bunun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı bizge bir ders, bizge bir örnek. Musulman bolgan bolsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem işte öydün çıkkanca karışına aplam çıkıp Allahu ekber dep çekişirillam kalganma ya bir diplomatlar bolgan mı? Başka işlem bolgan mı? Nurgul işlem. Elçi ve eteklik. Elçiler kiligini kabul kılığılık. Diplomat hizmetleri bulağılık. Aslında kardeşlerimiz bolsa, bir narsa düşünülgan bolsa, ehlil muqqası tavsiye kılımen eğer tarif bulup kalsa, kâsi uyutup koyumuz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın diplomatı deydiğen bir kitap var. Peygamber aleyhisselam elip bakın diplomatları, diplomat hayatı, diplomat hizmetleri. Onun işte var bunun da. Bu bir devletçiliknin ki çetirdiğin dairesi ve kendiliğimiz şu. Onun için kıtkan yamanca kış var. Bazı işlerinin önümü çoğun olurdu. Bazı işlerinin ki rolü fevkalade çoğun olurdu. Mesela kurallık hareket, askeri hareket bir devlet kuruşta boğmusu olmaydıgan ecellik nokta. Bu kurallık boğmaydı diyen adam bu sebepte nesibisi yok onun ki. Bir devletni, kanday bir devlet, kuralsız bir devlet kuruşu mümkün. Hazır biz güçsüz boğallığımız için emniyete taşınamadığımız. Güçsüz boğallığımız için. Eğer güç olap kalsa, güç nerede? Bu devatkan gücümüz emeli maddi güç. Xalq. Emeli kural gücü, iqtisat gücü. Resmi güç olgan vaxtımızda, muş bolgan vaxtıda bizni köz gelmеген devletden hemiz köz geldi. Bu biz itiraf kılmasak bolmaydigan nokta bu. Bir devletini kuralsız devlet kururuz degen qanday gap? Ya qanday adamning aqliga sig'adi u? İsmini demey bir işki sarang ayında da bürüydüm de.
Kurallık qilimiz deydi, bu kurallık qanday kallı, bu qanday mümkün bulur deyapti. Sana mümkün olmaydı, sen bana dünyada emaskensen. Dünyada sendin mi akılsız, bir hayvan mı tepilan mı? Bir devletni kurallar kurmasan nimalar kursa bana? Bir devlet deganning devletni devlet qilgan narsa, devletning askarlari bo'ladi, harbiylari bo'ladi, soqchilari bo'ladi, bemiylari bo'ladi. Hammasi qo'lda qural bo'lganda bo'ladigan narsa bor. Bu aşı devletning quroli bilan tutquniladi, devletning quroli bilan quriladi deganni Amerika desa ma'qul ekan, ha? Amerika desa ma'qul ekan, Yevropa desa ma'qul ekan, Indonesiya desa, xalqarodagi davlatlar desa ma'qul ekan, ular qizi ma'qul ekan. Biz qurolli qilamiz desak, bizni ayiblaydigan gap. La havla va la quvvata illa billah. O'sha hammadan qanday qilamiz biz yengish qilmaymiz. Xitoymi qurolli qurdashi davlatini, ash partiyasini. Bizmi davlatni mundaqlam emas. Her qanday bir davlat bizga chaqchaq qiladigan bo'lsa, tepta atadigan davlat quramiz uni. Nima bilan? Qurol bilan, qurolli askeri kuch bilan. Ha. Bu en asosli ajallik rol o'ynaydigan nuqtasi. Uning uchun axborot bo'lish kerak. Tashviqot sohasi bo'lish kerak. Mana shunda namoyishga o'xshagan har xil ijtimoiy faoliyatlari, xizmatlari bo'lish kerak. Bu deganda bevosita tutashmaganday qilgan bilan shu bevosita tutishadigan shu xizmatlarga sharoit yaratadigan xizmatlar. Shuning uchun dalil paket material bo'ladigan xizmatlar. Demak, masalan, bir tamoq yeydigan bo'lib qolsa, masalan, nimishqa choy ekilimiz tamoqdan qashqa. Bir qancha lag'man ekilimiz, choy ekilimiz, suv ekilimiz, masalan deylar, meva-cheva ekilimiz. Biz quzuqon ochgandan keyin bitta nanlam ekiblam yap quzuqon to'g'izmaysan nimishqa. Nimishqa lag'man yegan kelgan bo'lsa, lag'manlam yemaysan, nimishqa choyni ekilsa, nimishqa u meva-chevalarni tizilsa, u qo'li qo'yib bermay tizilsa do'stqonga. Nimishqa. O'sha hamma narsa o'shada o'z o'rnini olganda eng mukammal, eng go'zal narsa bo'ldi degan gap bu. Bunun ichidan ba'zisi eng nuqtaliq rolni o'ynaydi. Ko'zga eng chaliq qildigani zodi bo'lmay qoldir bo'ladi. Ba'zisi onun yandaş qo'shimcha bo'ladiganlar bo'ladi. Ba'zisi bo'lmasin butqan, ammo bo'lsa, tam beytit qoldir bo'ladi do'stlarni. Shuning uchun biladi u narsaning hammasi. Uni ana inkor qilib, mana bilan qildik, mana inkor qilib, mana bilan qildik deyish bu bir tadbirsizlik, bu bir ansızlık. Abi ben bir soru sorgandim ben size. Yani Şarkı Türkistan davasına namoyish bevosita mustaqillik uchun ta'sir ko'rsatmaydi dediniz. Aniki qanday ishda ta'sir ko'rsatdi degan savol ma'lum masalan hozir. Ya iboy deyib o'tdik. Uni diplomatiya cho'qim kuch diplomatiya uchun qo'limizdan kelishicha boshqa davlatlarning mana bir istixborot askar u bu millat vakillari bilan prezidentlar bilan davlatlar munosabat o'rnatish. Mayli bir tashkilotlar olsun, siyosatchilar olsun, iqtisod jihatdan shu ma'lum bir hamma ishga masalan namoyish qilsak mashina buning pul ketgan pul jihatdan iqtisod jihatdan tushunish. Lekin insoniy jihatdan shu xalq askari u bu adam kuchi jihatdan to'planib jamoat tushunish kerak. Shu jihatlardan shu amaliy xizmatlarga epstak bilan shu bevosita ta'sir ko'rsatgan. Bevosita ta'sir ko'rsatgan xizmatlar qatoridan deb tushunsak tamomon bo'ladi. Yani bir insan için vatan hakikaten mukaddes narsa olduğu narsa. Bir Müslüman için mi, bir insan için mi? Bugün vatanımızda tatvatı Xitay mescidini çekip etti, Kur'an'ını köydürüp etti, şunda ama hanım kızlarının köyünü köyden, çeçilen hem sırda yapılış yaptı. Demiş ki, vatanı tatva kalmış. Biz bu vatanı kayıtı Xitay'ın işgalden kurtuldurup, her kanda nersinin, her kanda canlılık ve cansız, akılsız ve akıllı şeylerinin hem varsa bizden izzet ve şeref bilen, bizden tabiatı bilen yaşaydıgan bir devletin kuruş, bizden kişilik hukukumuz, demokratiya hukukumuz, insani hukukumuz, İslami hukukumuz, ümmetçilik hukukumuz ve milletçilik hukukumuz. Muşnun hem varsa vatanperverlikte çok ifade ediyor. Ma'akul davana, elhamdülillah. Keng tushuntirdingiz Xitoyninki faqat insonlarga emas, yılan chayonlarga mı düşman ekanligini, hech qanday bir insonlikning, maxluqotning Xitoy bilan birga yashamaydiganligini, bu Sharq Turkiston mustaqilligiga erishish uchun oldidan Uyg'ur xalqimizning o'zining dushmanni yaxshi tunishini, o'zini yaxshi tunishini, buni his qilish kerakligini deb o'tdingiz. Andan keyin bir-birimizle hamkorlashish, qo'l tutishni o'rganish kerakligini, hatto bir o'g'ir bo'lsa-mu, o'g'irlik qilish uchun bo'lsa-mu, bir hamkorlashib plan bilan birga kelib shunda qilganligini deb o'tdingiz.
Hem bu meselelerni halkımızdan kozg'olishi, hamkorlashish, uyg'unish masalasiga mayli ziyolilar bo'lsin, diniy olimlar bo'lsin, oyat hadis bilan, ba'zi misol hikoyalar bilan, tarixlar bilan tushuntirish shunda tirishyapti. Har qanday bir tashkilot bo'lsin, siyosatchi bo'lsin, tirishyapti. Lekin bir qism qarindoshlarimiz mayli diniy sohadagi ba'zi bir qism qarindoshlarimiz bo'lsin va yoki har sohadagi ba'zi qarindoshlar yoki tushunmayapti yoki tushunishga urinmayapti. Bu meselelerni sizce qanday qilsak bu xalqimizga yaxshi tushuntirib hal qilish bu pishib o'rib mi qaysi pishkuni pishmaydi u. Mevmi, gulmi pishkunda yetishilmaydi u. Buni davomli biz shu harmay talashib ko'rish qilamiz. Siz bir şeyden kelsangiz gap qilinma. Bugun hozir ketimi deb tayyorlik qilgan, shikilman deb. Sizlar kaptan to'xtab qoldi. Bu bakka japalık bir jarayonni, japalık bir kurashni, japalık şu bir hareketni talab qiladi, tirishchilikni talab qiladi, ashyanni bu. Bugun bijak basak, biz ama emlakçılığın qilishga borgan, basak. Bu Uyg'urlik ketdiki, sening gapingni qilsak, bu nemish qilibdi, Uyg'urlik nemish qilibdi deydi. Dedi. Anladım. Mandaqa nanqabe qo'yilib vardı. Xuddi menga ish etkizib dedik. Ya men anaqa bir kuyog'al olganda kedak. Emlakchiga Abduqodir aytgan Uyg'urlar nima ish qilib deb. Hech ish yo'q anan deb shuni debdi. Endi bu hozir shu gapni qilib o'tiramiz endi. Avval bu Savaşo sel yaygın bo'lmasa agar diyemeydi ama Allah ta'ti turlab qolgan gunohlarga endi batiqa. Men müşahada kunlik bir aşında qilib tursak, anın hammasini ko'zini yumog'liq. Bunda avval asıl qanda ulab bu milletni. Ama bizning üstümüzga tushgan narsaga to'xtamay bu masalani aydınlaştırishimiz lazım. Hozir burunqidan yaxshi ayna. Vay Xitoy degan qarindoshlarimiz o'tirib ketib bordi, Sharq Turkistonda kuyib ketib bordi. Biz qachon Qur'on o'qib o'tiramdik, biz qachon namoz o'qib o'tiramdik. Ya qarindoshim, siz o'zingiz bir o'zingizni temkin holatda tutib, tafakkur qiling. Tafakkur va harakat birga bo'lmasa, faqat harakat bo'lsa, u amalga oshmaydi, bir mezgildan keyin to'xtaydi. Tafakkur bilan harakat birga bo'lishi kerak. Izdinish bilan harakat birga bo'lishi kerak. Ilm elish bilan harakat birga bo'lishi kerak. Qanday bir davom etdi asli qilishni o'ylaysiz degan vaqtida shu ko'plagan qarindoshlarimizningki birga jamlashgan cho'nglarga ma'lum bir qoyil bo'lgan kishilar itoat qila oladigan, o'tiq keladigan, to'g'ri keladigan, fidokorlik ko'rsatadigan bir muhit asli bo'lgan chog'da Sharq Turkiston mustaqillik amalga oshishi mumkin, texnik tez amalga oshishi mumkin deb qisqacha yig'intirib. Hammamiz banda fikr shunda qo'yay, farishta emas. Bizdan farishlik talab qilmasin. Yoki cho'nglardan, yoshlar shundaymi? Çoğunlar aldın məmatqan məyli ustazlar bolsun, rəhbərlər bolsun, biz farishta emas. Bizmi o'xshashlar göçdün so'ngdan olan. Bizniki ularning ko'ziga sig'magan xatoliklarimiz davoni ular palti bilan kesadigan sabab qilmasligi kerak. Bizni tashlab qo'yib yoki cho'nglarni tashlab qo'yib, o'zining boshdan oxir bir tekshirib baxsin, o'zida qancha xatolik chiqadi, hammamizda bor. Bir hadisdami bağlayman qatnashsam, bir agar bir qora qul sizlar bosh bo'lgan bo'lsa, buni itoat qilinglar deb dinimizning shu jamoat bosh qilgan bo'lsa, shu kishini itoat qilish shuni. Abayam deb o'tib ketdik, biznikilardagi itoat qilsa odamning ko'ziga ko'rib oldirib, shuni itoat qilamiz. Siz ya u odamga itoat qilmaysiz. Siz Aşa adam o'ttirgan o'ringa itoat qilasiz. Aşa odamninki degan umumning manfaati uchun degan so'zga itoat qilasiz. Odamni tutib olmangsiz. Agar odamni tutib olsangiz xatolaysiz. Çünkü bilgin mesela bugün emek o'ltirish mumkin o'rinda, samat o'ltirish mumkin. Shunda bu. Men emek itoat qilmayman, samat itoat qilmayman. Odamga itoat qilgan bo'lasiz. Ammo aşa o'ttirgan o'ringa itoat qilsangiz, Allohning amriga itoat qilgan bo'lasiz. Biz ma farqni ajratib olsak, itoat masalasida jiq masalalar o'tadi. Tabii siz deganda keldiğinizde itoat desak, hozirlar o'lib ya pulning amini ya bunda emas. Eng oddiy sababim siz deganda mayli imzo etish kompaniyasiga imzo qiladigan, ma'lum bir namoyish qo'yadigan, namoyish qilib chiqaradigan, bir aqlnishimiz kasallik qolsa bir kim qarab beradigan degandek, eng oddiy bir ishlarga itoat tepilmayapti ya kam uchrayapti deb shuni deb o'tdingiz. Masalan, kichik ishlar bo'lsin itoat qiladigan muhit asli bo'lsa deb. Endi keyin shu qanday bir ichki detallar xuddi bir-birimizni bekrak tillab, bir-birimiz hujum qilgan ahvolni o'zgartirib, faqat Xitoy hujum qilgan muhit asli qilamiz degan masalaga
bir-birimizni yaxshi tushungan chog'da, Xitoyni obdan tushungan chog'da, xalqimizni obdan tushungan chog'da, davoni yaxshi tushunib, andan keyin ig'ir besiqlik bilan, qiziqqanligini tashlab, ig'ir besiqlik bilan harakat qilgan chog'da o'zimni planlab oldi. Bu el bo'ldi deb buni deb o'tdingiz. Endi bu yerda men riyo qilish shuni demayman fikrim, gap to'g'ri gap qilgandan. Siz mush vaqtcha mening biridan tillab baqaningizmi? Meni o qadar tilini nima tillamadim. Ya tillamaganim bek esilliqimdan emas ham. Esil bo'lib ketganligim uchun men oliyjanob bo'lib ketgan. Chunki o'rinsiz. Bizning dushmanimiz Xitoy. Mening ba'zi vaqtda ba'zi yoshlarning qilgan yoki ba'zi insonlarning qilgan tetiqsiz qiliqlari aşı deb qo'ymiz, aşı quloqning oqiga sag'is kelib ketadi odamniki. O'tirak qo'ymaydi, kelib ketadi. Lekin bizning davarimiz bir-birimizni tillashdan ustun. Bizning ochig'imiz kamamda, bizning ko'nglimiz kamamda, bizning yuragimiz og'rimamda. Lekin bizning davarimiz bir-birimizninkiga til ahanat qilish, bir-birimizning xatoliklarga tishlarimizni o'chirlatib, uning o'shmanlik qilish va bir-birimizning orasini echishdan ustun. Bizning davarimiz çok bek ustun bir dava. Agar to'xtamay bir-birimizga hujum qilishib qolsa, biz Xitoyninki orzu qilgan liniyasini demayotgan bo'lib qolamiz. Ashunday bo'ldi. Uyg'urlar bir-birini tillasa, andan keyin bir-birisiga dushmanlik qilib, bir-birini yiqtirgan harakat qilsa, albatta Xitoyga hujum qilishga vaqtini bo'lmay qoldi. Qur'onning sura An'amda shunday bir oyat bor, la tabshadu sayazhabu rihukum. Ya'ni bir-biringlar dartalash qilishmanglar, kuchinglar ketadi, energiyanglar ketadi. Bu Allah'ın ayeti. Biz birbirimizga mesela sen onda men hech kim meni mesela birisini açığını keltirmegen bolsam, mende bir haqq bolsam, haq men tillasa, nimish sen tillayding? As onda emasdi, men kela men sana tushundirib qo'yay. Voy qara, men bir muncha kuchimni, energiyamni, vaqtimni sarf qilmayman yerda. Uni o'rniga men boshqa ish qilsam, da'vo foydali ish qilsam, hech bo'lgan o'tirib bir kitob ko'rsam, bir izlansam, o foydami menga? Yoki nimish tillaysa deb odam bilan aytishsam da razı. Bir-birimizni qabul qilib, hurmat qilib, bunda qilsak bo'ldi inshaalloh uni tuzib ketar. Ayt yaxshi bir program bo'ldi deb qarayman. Boshqa sizning yana to'plab qo'yilgan xalqimizga eslatib qo'yishni qolgan bir temalar yoki bir ko'ngil so'zlaringiz asab qilgan program daxli. Xalqimiz o'qisin. Bizni ko'rpagan so'zlardan barliq qarindoshlarga ko'p rahmat. Agar sizning foydali topgan bo'lsangiz, taqib qo'yishni unutmaysiz. Ko'rishni unutmaysiz. Alloh